keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi baribir bek bo'ladida. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Aziz bolajonlar, mana bugun sizlarning savodxonlik bayramingiz. Hammangiz savodxon bo'ldingiz. Kelajakda o'qimishli, ziyoli vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan yoshlar bo'lib yetishing. Har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Bilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Qadim tarix so'zlashgan shu til seniki, sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, otalar va onalar, qalbi go'yo ummonlar. Assalom ustozlar, siz mehribonlar. Assalom sizlarga ey mehribonlar. Salomdan boshlamoq xalqim odati, salomli bolaning bor saodati. Salomlashmoq insonga xos go'zal bir odat. Nasib bo'lsin barchamizga baxt va saodat. Salomning ham salmoqlisi bo'ladi, kinoyali ilmoqlisi bo'ladi. Salomni berganga kelmaydi ofat, u Allohning go'zal ismi bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum azizlar, aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, jonkuyar otalar va onalar, asardan shirin bolajonlar. Bugun biz ushbu bilim dargohiga, jonajon maktabimizga barchangizni quchoq ochib chorladik. Buning boisi bor albatta. Sababi kechagina maktabga o'zining ilk qadamini qo'ygan birinchi sinf o'quvchilari o'zlarining eng ajoyib tantanali bayramini nishonlash arafasida
Mana endi shu o'tgan qisqagina muddatda ular anchagina mehnat qilishdi va bugungi kunda alifbodagi barcha harflarni tanib, o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarini egallashdi. Shu sababdan bugungi tantanani savodxonlik bayrami deb atadik. Bayramimizga xush kelibsiz aziz mehmonlar. Bolajonlarimizning shodligiga sherik bo'ling. Marhamat. ochiq deb e'lon qilish uchun maktabimiz direktori Karomat Boboyeva Fayzulloh akamizni marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz bolajonlar, aziz ustozlar. Mana bugun maktabimizda 1-sinfga qadam qo'ygan jajji bolajonlarimiz uchun bir quvonchli kun hisoblanadi. Bugun ham Yangi yil bayramini, ham savodxonlik bayramini birgalikda qo'shib, bular tayyorgarlik ko'rib, nishonlash uchun jam bo'ldik. Sizlarni hammangizni, shu farzandlaringizni, nevaralaringizni mana shunday ajoyib kuni bilan tabriklayman. Bolajonlarimizni hayotida bir marotaba bo'ladigan unutilmas lahzalar, savodxonlik bayrami bilan tabriklayman. Bugun endi bular alifbe kitobini o'qib, tugatib, harflarni, so'zlarni o'rganib, bugun ham ota-ona, ham ustozlar oldida o'zlarini bilganlarini namoyish qilish uchun qalblarida hayajon bilan tizilib turibdilar. Bolajonlarimizga mana shu bugungi ilk davoni muborak bo'lsin. Mana shunday davolardan ko'plab oshib turib, jamiyatning eng yutuq insonlari bo'lib, ertaga bir kun bularni fan olimpiadalarida o'rin olganlar bilan, sport musobaqalarida o'rin olganlar bilan, turli xil tadbir, ko'rik tanlovlarda yuqori o'rinlarni egallaganlari bilan tabriklab o'tirish sizu bizga nasib qilsin. Bugun siz qanday qadam tashlayotgan bo'lsangiz, ertangingiz shunga yarasha bo'ladi. Bugun siz qanday maqsad qo'ygan bo'lsangiz, ertaga shuni ijobati bo'ladi. Shuning uchun marrani baland oling, katta qo'ying, katta orzularni qiling.
Mana prezidentimiz bu yilgi 26-yilni ajoyib bir nom bilan nomladi. Sababi bugun 34 yoshdan o'tgan bizning respublikamiz rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olganligini faxr, iftixor bilan butun respublikamizga, butun hamjamiyatga, butun chet ellik elchilar ishtirokida quvonib turib, mag'rur turib aytib turibdi. Men dedi, keyingi dedi 26-yildagi marrani bundan ham baland qo'yaman deb turibdi. Sababi nima uchun deb savol beringlar menga dedi prezidentimiz aytadi. Men dedi shu 26-yilda dedi sun'iy kosmik kemalarga o'zbek astronavtlarini dedi chiqishini rejalashtirib turibman. Aviatsiya universitetini tashkil qilishni rejalashtirib turibman. Chunki menda dedi Umirbeklar bor, menda Jahongirlar bor, menda Lazizbeklar bor deb turibdi. Hammangiz bilasizlar, bu e'tirof etilgan ismlarni shaxmat bo'yicha jahon chempioni, Oxford, Garvard universitetining talabasi hamda sun'iy intellekt bo'yicha yangi kashfiyotlarni qilib, butun dunyoga tan olingan yoshlarimiz bular. Bugun prezident maktablari, o'rta umum ta'lim maktablarining bitiruvchilari xuddi chet davlatlardagidek o'zlarining ilk kashfiyotlarini namoyish qilib, o'zlarining tadbirkorlik ishlarini boshlab berdilar. Sizlar uchun barcha imkoniyatlar bor. Sizlar uchun shunday prezident turibdi. Prezident sovg'alarini berib, shunday chiroyli maktablarni tashkil qilib, shunday ustozlarni berib, sharoit yaratib turibdi ekan, biz bunga javoban labbay deb turib, o'zimizni mana shunday jamiyatdagi eng yuqori o'rinlarni egallashni maqsad qilishimiz kerak. 26-yil hammangizga omadli yil bo'lib kelsin, oilalaringizga tinchlik, totuvlik olib kelsin. Nimaiki orzu qilayotgan bo'lsangiz, Allohim hammasini ziyodasi bilan nasib qilsin. Shu jajji bolajonlardan nimani kutayotgan bo'lsangiz, 10 barobar katta natijalar nasib qilsin. Ertaga shularni chiroyli yerlarda o'qishlarni davom qildirib turgan vaqtida, jamiyatning eng nufuzli ishlarida, rahbarlik lavozimlarida ishlab turganlaridan faxrlanish siz bizga nasib qilsin. Bugun ilk savodxonlik bayramini nishonlayotgan fazilat muborak bo'lsin. Ilk qadaming, demak jajji qaldirg'ochlaring birinchi qaldirg'och seni hayotingda o'chmassiz qoldiradi. Meni birinchi bitiruvchilarim, meni birinchi o'quvchilarim deb turib, ana shularning natijalaridan faxrlanib yurish nasib qilsin. Pedagoglik faoliyatingga omadlar tilayman. Bugungi mana shunday chiroyli kechamizni, jajji bolajonlarimizni chiqishlarini uchun ochiq deb e'lon qilamiz.
Yangi yil oqshomi qadahlar qo'lda. Samimiy tilaklar tilaylik yana. Tilaklar tilda orzular dilda. Gelmagan ularni aytaylik yana. Osoyishta yurtga hech ko'z tegmasin. G'anim aslo unga soya solmasin. Tanisin ilmni jumlayi jahon. Iymon ishonchingiz bo'lsin himoya. Ta'lim fidokori qalbi quyoshlar. Yangi yil sizlarga omad keltirsin. Bilim chashmasidan bahramand yoshlar sizga ulkan zafar keltirsin. Barcha insonlarning tilagin Alloh ijobat etsin deb duo qilaylik. Baxt va saodatdan topaylik panoh. Obod, ozod yurtda o'ynab kulaylik. Bu bayram sababkori bilimlar poydevori, ma'noli shirin so'zi, oftobday nurli yuzi. Bilmaysizmi bolalar? Qani alifbo o'zi? Alifbodan kela qol, olqishlaymiz quloq sol. Assalomu alaykum aziz otalar va qadrdon onalar. Savodxonlik muborak. Men sizlarning birinchi va eng sevimli kitobingizman. Sizlarga sehrli so'z va harflar olami, so'zlar dunyosi haqidagi ko'p narsalarni gapirib berdim. Mendan o'qishni, yozishni o'rganib oldingiz. Shu bilan birgalikda qiziqarli topshiriqlarimni ham bajardingiz. Xo'sh, endi o'rganganlaringiz haqida menga so'zlab bera olasizlarmi? Bilimlar mamlakati boshlanar alifbodan. 30 ta do'stimiz bor bizning alifboda. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Bilimlar mamlakati boshlanar alifbodan. 30 ta do'stimiz bor bizning alifboda. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Alifboda birinchi joylashgan A harfidan 30 harfning sardori bo'lmoqlikka haqliman. Bolalarga bosh bo'lar, sizlarga sirdosh bo'lar. Bahrambar Nabotirni yozganda yo'ldosh bo'lar. Zulmat davrada doim, dono bo'ling iloyim. Davron shodlanamiz, do'stim hamisha hamroz. Demang meni ko'rib, ehtiyot bo'ling kulib. Ekranda erkin akam, ertak so'zlar chinakam. Bu harflar menman o'zim, faxrlarning har birisidir. Farida, Falxat, Farhod mendan boshqa faqat. Jigar quloq tutdingiz, ko'zlardan o'tdingiz. Gul tushadan qo'limga, gilam tushar yo'limga. Hamma hayron bo'lmanglar, yo'lni to'sib turmanglar. Handalak bor qo'limda, hamroh bo'ling yo'limda. Simyog'ochcha terakka o'xshab qo'yim uzunroq, igna kabi ingichka, ikkamizdan cho'zibroq. J harfini bilasiz, nega jahl qilasiz? Jamlada sirjolon, jajarib o'di chinam. Kadan katta yozamiz, katta bo'lsak o'zamiz. Kattani aylab hurmat keltiring maqsadat. Lidan lola yozamiz, lola zarda o'zamiz. Hadi Leyla latafat, loqayllikka yo'q toqat. Qadan yozlar maktab, mening do'stimdir kitob. Murod, Maqsud, Mo'tabar, Madina maktab yozar. Ne harfini bilamiz, siz nima qilamiz? Nozu ne'matdan bo'ldi, ochiq dasturxon bo'ldi. Oga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan. Obod, olam, ozoda, ostonang bo'lsin toza. Bu harfiman bilingiz, kuzda paxta teringiz. Po'lat, parfi, pokiza, paxta teringiz toza. Qidan qarq yodamiz, qayoqda suzamiz. Qishda qarg'a uchadi, qarang qorni quchadi. Rega ruxsat beramiz, rasm
öğrenip alırsınız. Tımarı yazırsınız. Taşkent ana şahındır. T harfi de yazgındır. O bir uçak sizden sizden temiz baba uzun umma eviden sözlerde yazılır. Ne olur ben bulursunuz, verek sizin yazırsınız ve size vahir vahid yazın kirgende gelin. Kart xedirler meni yazı pakta takta ham, xorar xona men bilan bo'ladigan. Yemen belki bulursiz, ya tanımay kalursiz. Yolcu yoldaş yolu deb menden başlap yazursiz. Zır deydiler atımni, bilasizmi zatımni. Zuhra zakircan menden başlanar tunan. O deydi her zaman otur saklanma. Özbekistan sözlerine fakir ben yazaman. G harfini tanırsız, gayret bilen okursiz, kanı bulan hafsının kanını yokatırsız. Ş harfini bilersiz. Ş harfini bilersiz, şaşıp yazarsız. Şarkı şaksa çatladı, şarkı zikke alarsız. Çimen tanıp alıngiz, cacak bilmey qolingiz, çoğlarını çaman qilib chopqon bo'lingiz. Ibodisingizda yoki bo'lsa ko'ngilda, taqdiringizda, sizda dalada qadringizda. Suv qo'yib yonaman, san cho'zaman, raqabana alodir, yaxshi bola donodir. Bizni sevg'onidek tiratini bilmaysiz, mehnatingizdan qilib doim o'ylaysiz. Altyazı
diqqatni o'quvchilarimiz ijrosidagi musiqiy chiqishlariga bersak. Marhamat, tomosha qiling. Archa o'yinchoqlari musiqiy dastasi. Mendan juda ko'p narsalarni o'rganibsizlar. Qisqa muddat ichida shuncha narsani bilib olibsizlar. Bilimlar mamlakati sehrli o'lka. Bu yerda sayr qilgan kishi ko'p narsalarning guvohi bo'lishi mumkin. Siz bu mamlakatda yana nimalarni o'rgandingiz? Bizni bag'riga bosgan, bolalar yayrab o'sgan, yuksalaver bizlarning O'zbekiston jon vatan. Hasharotni o'ynagan, baxt o'zini so'ylagan, sog'lom bo'lsin boshi, rahmat sizga yurtboshi. Farzandiga jon fido, tinib tinchimas aslo, ba'zan salomat bo'ling, ota onam doimo. Bilimlar mamlakatin makon aylagan bizdan tazmu rahmat deymiz sizday aziz ustozga. Qo'limizda bor kitob, o'zimizda go'yo oftob, bizni doim bezaydi go'zal xulq yaxshi odob. Bizlar maktab qo'ynida o'qib olamiz bilim, kelajakda bo'laylik yurtga kerakli olim. Men shunday kitob, betlarim oftob, men senga o'rtoq, o'qishda hamroh, o'rganib oz-oz, vatan so'zin yoz, o'qigin tomla orqada qolgan. Maktab degan qutuq daryo muqaddasdir bizga qachon, bilim sarar boshlar yo'lga, aziz o'lka tanish yo'lga, har kim ertak tongdan boshlab shaxtam qadam tashlab biz u tomon otlanamiz, do'stlar ichida shodlanamiz. Oila desam birdan bir jondek ko'rinar, mo'jazgina mustahkam bir vatandek ko'rinar. Rahmat sizga ustasiya, bizni jonda sevdisiz, aqlim shu o'qatda bilim saboq berisiz. Yangi orzu ah berib, yangi niyat shax berib, omad quvonch baxt berib, kirib kelsin yangi yil. Bizni sevg'oni raislar tinim bilmaysiz, mehnatingiz saqlab doim o'ylaysiz.
Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zingadek o'zing sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyman, topilgan peshonam deyman. O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Yangi orzu, yangi shon tilaklari, bir jahon dunyo bo'lsin deb omon kelib keldi. Yangi yil dildordan bir odam salom senga assalom. Bag'ri to'la quvonch baq, mangu tirishlik qilib aq, yigitday g'ayratushan to'lib kelgan yangi yil, haq to'ridan bir odam salom senga assalom. Aziz ustoz ko'rchilsin, bo'yindan somat. Tazam sizda hukumat, sizda ustoz, sizda ko'p rahmat. Barakalla bolajonlar. Endi navbatni alifbo kitobimizga bersak. Barakalla bolajonlar. Mendan juda ko'p narsalarni o'rganibsizlar. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman. Dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim, bugun donosiz. Hammadan ham a'losiz. O'qish, yozishni bilgan, aqlingiz ham nasosiz. Endi boray dam olay. Sizga baxt omad tilay. Oyningiz charxlash uchun o'qish kitobini chorlay. Xayr, xayr bolalar. Meni sira unutmang. G'ayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmang. Yerga qora ko'zlarim, bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar. Mendagi har mavzun chaqish deydilar. O'qing meni ardoqlar, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berir sizlarga, yoningizda bo'laman. Men ona tiliman, elim dono tiliman. Onalar sof vijdonin, otajonlar bilaman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab, ona tilim sehrini ardoqlab, sevib yo'qlab. Dilimiz xazinasin sizga asta ochgim bor. Ona tilim sehrini marjon kabi sochgim bor. Matematika o'zim, quyoshday issiq yuzim, raqamlardan boshlanar tiling yasangizga so'zim. 10 ta raqam jomenda kerakdirman har yerda, aqlingizni charxlayman har misol har amalda. Men sizga do'st bo'laman, hamdam ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib 4 amalni bilaman. Bolajonlar, men bilan birga nimalarni o'rganib oldingiz? Mendan nima bildingiz? So'zlanglar iltizingiz.
raqamlar she'riga bersak. Qani raqamlardan nimalarni o'rgandingiz? Diqqat bering, nomimdir, o'quvchimsan, ogoh bo'l, yolg'izsan sayoqqa, men sherik bo'lsa to'qmandir, yozishim qiyin emas, dumdumaloq tizsang bas. Bir degan sanoq sonman, sanash uchun osonman, bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bir quyosh, yozishga ham osonman, qoziqchaga o'xshayman. Ikki degan nomim bor, ikki birdan tayyorman, ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq, nimaga o'xshayman xush, xuddi ko'ldagi oqqush. Uchta birman nomim uch, birlashganda bo'lar kuch, uchgacha sanarman deb shart o'ynagan har bir she'r, yozish uncha qiyin emas, tishlangan ikkita kulcha. Men to'rt degan raqamman, ikkidan jamman, bo'lsin ikki juft o'rtoq, to'rtdan farq o'shancha, yozishim mashqil picha, biyarog'im mamoncha. Besh degunlik nomim bor, raqamlar ichra ilg'or, bir qolsa anchaman, qoldagi besh yaxshi yozmoqqa, sen o'xshayman qarmoqqa. Beshdan keyin oltiman, raqamlarning oldiman, ikki uchni qo'shsang bas, hech qachon esdan chiqmas, yozishni lozim bilmoq, yoki oddiy ilmoq. Mening nomimdir yetti, endi demanglar bitta, oltidan bitta ko'pman, yetti yulduzdan to'pman, yozganda kichik o'rtoq, belga boylab belbog'. Sanamay demang sakkiz, ikki to'rt qo'shsangiz, hosil bo'laman shon, yaxshi bilgin itajon, yozilishim bilqani, tasavvur bir kunani. Men to'qqizman, sonlar ichida yolg'izman, sakkizdan bitta katta, bilib qo'ygin albatta, yozishni o'rganishda, ilmoqman dumi pasta. Aferin bolajonlar, mendan juda ko'p narsalarni o'rganibsiz. Men sizlarni tark etmayman, kelgusi o'qishlaringizda ham sizlarga hamroh bo'laman. Balli mening shirindan shakar bolajonlarim, zehningizga balli. Hozirgi navbatni keyingi musiqiy chiqishimizga bersak, qizlarimiz ijrosidagi musiqiy guldastani tomosha qiling. Qani olqishlaringiz ostida.
bo'ldingiz. Ulardan bahramand bo'lyapsiz. Endi jajji bolajonlarimizga savodxonlik guvohnomalarini topshirish marosimini o'tkazib olsak. Marhamat, savodxonlik guvohnomalarini topshiramiz bolajonlarimizga. Olqishlaringiz bilan. Endi aziz bolajonlarimizni, demak ilk natijalarini e'tirof qilinish jarayonlarına yetib keldik. Demak endi bu o'quvchilarimiz o'zlarini savod chiqarganliklarini hujjat orqali tasdiqlab qo'yamiz. Hurmatli aziz o'quvchi, savodxonlik guvohnomasi. Davlatov Boburjon, sen eng birinchi kitob alifbeni o'qib, tugatib, hamma harflarni o'rganib olding. Endi sen vatan, ona kabi eng ulug' so'zlarni o'qiy olasan va yoza olasan. Yodingda tut, ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi doimo a'lo o'qishi, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Demak, shu quyidagi o'qib eshittirilgan satrlar har bir o'quvchini guvohnomasına qayd etilgan. İsterdim mana shu guvohnomani sizlar bir chiroyli qilib uyda tashlab qo'ymasdan, buni muhimligiga e'tibor qaratib, bularga rag'bat berib turuvchi manba sifatida foydalansamizlar. Dars qiladigan o'zini darsxonasina bir chiroyli qilib ilib qo'ysamizlar, hamda shuni qayta takrorlab tursalar, bularni qalbindagi o'qishga, maktabga, fanga, ilmga bo'lgan ishtiyoq kundan kunga oshib, shunga loyiq bo'lishga harakat qilib boradi. Buni izini keyin sizlar shu turli tanlovlarda olgan faxriyorlik, diplom bilan boyitib borishlaringiz kerak. Har bir uyingizda, har bir darsxonangizda faxriyorliklardan to'lib ketsin ramkalaringiz, devorlaringiz. Ertaga demak siz ana shu narsalarni o'zlaringizni farzandlaringizga namuna qilib, mana men shuni o'qiganman, shunday natijalarga erishganman desangiz, farzandingiz sizdan da a'lochi, sizdan da namunali bo'lib yetishadi. Hammangizni tabriklayman hamda birma-bir mana shu guvohnomani barchangizning guvohligingizda topshiramiz. Olqishlab turamiz ota-onalar. Tabriklayman. Fayzullayev Ahmedjon, Ibragimov Umidjon, Mana Ilhombekov Sanjarbek, Bunaqa qarab turamiz. Jumaboyev Olqishlab turamiz. Qadambayev Faxrjon, A'lochi o'quvchilar bo'lib, olimpiadalarda, sertifikatlarda Karimbayev Nodirbek, Nadrimov Suhrobbek, yutuqlaringiz muborak bo'lsin. Narimanov Yahyabek, Salayev Surojbek, Bizni lidondan tabriklayman. To'liyev Sanjarbek, Qaratib beramiz kameraga. Tabriklayman. Hamidov Qodirbergan, Tabriklayman. Yusufbayev Amirxon, Ro'zmatova Parizoda, Rahmatova Dinara, A'lochi o'quvchilarim bo'lib, yuringlar, yaxshimi? Qadambayeva Dilnura, Bular olimpiadistlar, bular hokimlar, bular prezidentlar. Muxtar Volmida, Bo'lg'usi. Muxtar Volmida, Boymuratov Tursunboy,
Tabriklayman bana. Nazar Afruzbek, Baymurat va Muxlisa, Tabriklayman. Chempion bo'lib yurgaysizlar. Tabriklayman. Baxtiyor va Diana, Ataxon va Saboxon, Tabriklayman. Atabay va Nurxonoy, Tabriklayman. Aminbayev Bobur, Yine chempion bo'lasan. Azatbayev Asilbek, Bo'lasan. Kim mi? Молодец. Tabriklayman. Erkabayeva Charasxon, Farhodova Shahzoda, Kızımız kim bo'lar ekan? Oh, direktor. Ilhombek va Chairman'da direktor bu, chairman'da. Ilhombek va Semuza, Ismoil va Mubina, Atabayev Umidjon, Azatbayev Sherzod, Ham bu yigitimiz kim bo'lacak ekan? Oh, молодец. Kutib turamiz o'zlarimizdan ekan. Chairman'da shunday natijalarga erishinglar. Chairman'da direktor bo'linglar. Bizlardan o'zinglar. Hammangizni yana bir bor tabriklayman. Vatandosh hayot hidi hulvoga to'lsin. E'zozli, ihsonli va erkli bo'lsin. Panohida yuring Parvardigorning, ishqiga chulg'aning vafoli yorning. Niyat tongday toza, qalbingiz oppoq, yuzingiz to'lin oy, misoli porloq. Yengilish neligin bilmang hech qachon, ruhu jon mustahkam, qaddingiz ravon. Kulgu tantanaga sirob yil yaqin, orzular ushalar dilga dil yaqin. Lahzalar tenglashsin 100 asrlarga, iliqlik uzatar pok nasllarga. Gul tutay g'amlarni ketkaz yangi yil, zor etma baxt sari yetkaz yangi yil. Qani endi birinchi D sinf o'quvchilari ishtirokida Labbay Domlajon deb nomlangan sahna ko'rinishini tomosha qiling. Olqishlaringiz ostida. Endi ikkala o'quvchiga 2. Telefondan bosh ko'tarmaysiz, dars qilmaysiz, o'qimaysiz, ustozga quloq solmaysiz. Ikki qo'ymay, necha qo'yay, ayting o'zingiz, nima qilay? Yetarlidir 2, 3, 4 va 5ga yetmas kuchim. Jon domlajon ikki qo'ymay, shu safar ham rahim aylang, shu safar ham rahim aylang. Dadam
ota ona yerkasiz, yurtimizning ertasiz, hech kimdan kam emas kusiz. Javob bering, xursand bo'lay, kundalikka a'lo qo'yay. Javob bering, xursand bo'lay, kundalikka a'lo qo'yay. Hurmatli mehmonlar, bugungi bizning bayramimizga yana ko'plab mehmonlar tashrif buyurishdi. Bu mehmonlar bizga uzoq shimoldan kelishibdi. Hozir bizga shu mehmonlarni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Olqishlaringiz ostida. Salom aziz bolajonlar, ochilgan gullolalar. Bu yilgi bayram bilan sizlarni tabriklash uchun uzoq o'lkalardan qizim Qoqiz bilan yetib keldik. Sizlar uchun juda ham ko'p sovg'a-savarlarimiz ham bor. Bolajonlar, qani boboga qanday she'rlar, qo'shiqlar tayyorlagansiz? Ularni Qorboboga tuhfa etishingiz mumkin. Taqdirni ochsak agar ko'rna qolgan var, so'ngra shamollarga boy, tebroq egallaydi joy. Ochildimi boy chechak, mard oris keldi demak, izidan abri momoy, qismatga turshay chak. So'ng qaynoq yun, oy yuzlari mo'l, yoz ham o'tdi bir zumda, dam olmoq mazonda. Sentyabr qoqar maktab bizga yoqar, oktyabr va noyabr qush ham tugaydi ahil. O'ylaydi xotirchilar, bezakchilar, anchalar, dekabr bilan birga yakunlashar yilga. Barakalla bolajonlar, sizlar bugungi bayram uchun juda ham ajoyib tayyorlanibsizlar. Sizlar 4 oydan beri odobli, aqlli, bilimdon bolalar bo'lganingiz uchun meni ham sizlarga sovg'alarim bor. hech ham ko'z tegmasin. Har kunimiz bayram, har kunimiz tantana bo'lsin. Birinchi D sinf o'quvchilari ishtirokida milliy raqsni tomosha qiling. Olqishlaringiz ostida. Ona hayrona ko'rinib ko'chada ul sarvehramman,
qosh qoqdi-yu ketdik. Nagah ko'rinib ko'chada ulsar mehramon, qosh qoqdi-yu ketdik. Qosh uchida ibo qilib ol jubbasilar zon, bir boqdi-yu ketdik. Ul sho'x pari ko'zlar ofat so'zi otash, hay hay ne javohir bir sheva qilib etdi meni o'ziga hayron, o'sha yoqdi-yu ketdik. Bir sheva qilib etdi meni o'ziga hayron, o'sha yoqdi-yu ketdik. Bir boqdi-yu ketdik, o't yoqdi-yu ketdik, hay hay ne javohir zor etdi-yu ketdik. Bir boqdi-yu ketdik, o't yoqdi-yu ketdik, hay hay ne javohir zor etdi-yu ketdik. Mana tadbirimiz yakunlanishiga ham oz fursatlar qoldi. Barakalloh bolajonlar, ofarin. Chiqishlaringiz menga juda ham yoqdi. Bolajonlar, sizlar bilan kelasi yilgi o'qishingizga omad tilayman. Ko'rishguncha xayr. Tadbirimiz sizga yoqdimi? Tadbirimizning yakunlanishiga ham oz fursatlar qoldi. Bolajonlarimizni shu darajaga yetkazib, ularni tarbiyalab, o'stirib, shu darajaga yetkazgan ota-onalarimizga o'quvchilarimiz tomonidan ajoyib dil izhorlari yozilgan sovg'alarni topshirish marosimini o'tkazib olsak.
qani marhamat tomosha qiling. Har bir istagimning ko'rasini topgan, menga tosh otganga ko'lini otgan, tarchiksam mudrab yonimda yotgan, u mening onam, u mening onam. Har bir istagimning ko'rasini topgan, menga tosh otganga ko'lini otgan, tarchiksam yonimda mudrab yotgan, u mening onam, u mening onam. Bilmagan yana osoyishta yurtga hech ko'z tegmasin, g'anim aslo unga soya solmasin, tanisin ilmni jumla-i jahon, iymon ishonchimiz bo'lsin himoya, ta'lim fidokori qalbi quyoshlar, yangi yil sizlarga omadli kelsin. Bilimdan chashmasidan bahramand yoshlar sizga ulkan zafar keltirsin. Barcha insonlarning tilagini Alloh ijobat etsin deb duo qilaylik. Baxt va saodatdan topaylik panoh, obod, ozod yurtda o'ynab kulaylik. Mana tadbirimiz yakunlanishiga ham oz fursatlar qoldi. Bolajonlarimizni shu darajaga yetkazgan ota-onalarimizdan ular uchun yangi yil tilaklarini eshitsak, marhamat Gulasal opamizga yangi yil tilaklarini tinglash uchun so'z navbatini bersak. Ular 4 oy davomida o'qib, alifbeni o'rganib, yozishni, o'qishni o'rgandilar. Ular hamma bolajonlari niyatim shu maktabni a'lo xavara bitirib, oliy o'quv yurtlariga girib, oliy ma'lumotli bo'lib, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan, shular yurtimizga foydasi tegadigan bolalar bo'lsin. Ularning orasida hammasini tilagim shu olimlar, akademiklar yetishib chiqsin. Hammasini maktab ustozlarimdan katta rahmat. Ularning ustozi fazilati katta rahmat. Bundan keyingi ishlarimda muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Aziz ustozlar, aziz ota-onalar, mana bugun aqtimni shu soatxonlik bayramida o'tibman. Avvalambor hammangizni kirib kelayotgan 2026 yil bilan tabriklayman. Kelasi yilda belgilanan mas'uliyatli yil bo'ladi. Hamma ishlaringizda rivoj. Karomat fayzlarına boshliq 8-son maktab ustozlarına hammangizga katta rahmat aytamiz.
iloyim shu aqtiqim farzandlarimiz hammasi kelajakda qaysi kasbni tanlashidan qat'iy nazar yurtimizga, prezidentimizga sodiq, ajoyib kasb egalari bo'lib yetishsinlar. Elimizga, yurtimizga, jamiyatimizga foydasi tegadigan ajoyib farzandlar bo'lsinlar. Mana ustoz Fazilatxonga katta rahmat aytaman. Birinchi qaldirg'ashlari hamma yodingda bo'ladi, bular ilk qaldirg'ashlarim. Shularni o'qitib, kelajak 4-sinfgacha o'qitib, bilim berishga kattadan katta sana ishlariga rivoj, muvaffaqiyatlar tilayman. Hammangizni bayram bilan tabriklayman. Ota-onalarni bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Ustoz otangday ulug' deydi domo xalqimiz. Ustozimizga bo'lgan sovg'alari ham olqishlar, rahmat olqishlar qilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, qadri baland, hurmatli baland ustozlar. Ko'ylarimizni quvnatib, bizlarni quvontirib o'tirgan shu vaqtlarimiz, bolalarimiz, qizlarimiz, sizlarga shunday yaxshi kuningiz bilan, alifli bayramingiz bilan, baxtli kuningiz bilan chin yurakdan hammamiz nomimizdan tabriklayman. Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin, baxtli, saodatli, aqlli, farosatli jamiyatimizga kerak farzandlar bo'lib yetishgaysizlar. Xudoyim sizlarning davringiz agar bilim olsa, nerlarga boratan, dunyoning hamma yeriga boratan davr bo'lsa, institutlar, universitetlar sizlarga muhtoj. Xudoyim sizlardan eng aqlli, farosatli, bilimli, ilmli bolalar chiqsinlar. Bizlar ota-onalar, ana shu ustozlar hammasi quvonib, sizlarni grant bilan o'qishlarga kirganlaringizda quvonib o'tirish muyassar etsin. Ana shu ustozimiz Karomat necha marta, nechali o'quvchilarni grantlar bilan institutlarga, universitetlarga kirgan ustozlardan biri. Xudoyim charchamanglar, aziz ustozlar, hurmatli baland hammangizdan. Shu bolalarimiz ham shu 25-yil bolalar ham Xudoyim sizlarni yuzlaringizga yorug' qilatan bolalar bo'lib yetishsinlar. Eng yaxshi taqdirnomalar, eng yaxshi sovrinlar shu bolalarniki. Bir umr hamma oldinda yursin. Tengdoshlarimiz hammangizga baxt, saodat tilayman. Ketirgan yilimiz eng baxtli yillardan bo'lsin. Omad, baxt, davlat olib kelsin. Hech qachon shu narsa vaqtlarimizda, bolalarimizga ko'z turmasin. Bilimli, ilmli, aqlli bo'lsinlar. Rahmat. Hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, shirin bolajonlar, shu bilan bugungi Alifbi bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog', salomat bo'ling. Mehribon ota-onangizga, ona yurtimizga, jonajon xalqimizga xizmat qiladigan bilimdon, serqirra, fidoyi farzandlar bo'lib yetishing. Bilimlarni chuqur egallang. O'z vatanini dildan sevadigan vatanparvarlar bo'lib yetishing. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Savodxonlik bayramingiz muborak bo'lsin. Günümüzge yaragan sen, ak yürek
hech kimga bermayman seni O'zbekiston. Hech kimga bermayman seni O'zbekiston. Fidoyim bo'lgan seni O'zbekiston. Hech kimga